O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Oybek. Qalamiga mansub Quyosh qoraymas romani Ikkinchi jahon urushi davridagi xalqimiz jasoratini yorituvchi muhim asarlardan biridir. Ushbu roman orqali adib urushning nafaqat qahramonlik tomonlarini, balki uning achchiq haqiqatlarini ham yoritishga harakat qiladi. Asarda Bektemir va uning jangovar do'stlari timsolida oddiy insonlarning mardligi, sabr, toqati va fidoyiligi tasvirlanadi. Muallif asarni yozishda katta jasorat ko'rsatadi. Chunki u urushning og'ir va ko'p gapirilmagan jihatlarini tayyorgarliksiz kirilgan janglar, noto'g'ri qarorlar va buning oqibatida qurbon bo'lgan minglab insonlar taqdirini badiiy tarzda ochib beradi. Quyosh qoraymas bu shunchaki roman emas, bu tarix, saboq va insoniyat uchun ogohlantiruvchi haqiqatdir. Agar siz haqiqiy hayotiy asarlarni o'qishni istasangiz, ushbu roman siz uchun ayni tanlov.